Bu qora sedandan bo'lgan shekilli. Ha, albatta qora sedana. Hozir ko'pchilik bizlarning kapsulalarimizni ko'rib savol beryapti. O'zingiz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, qora sedana menda bor yoki yog'i bor, kiyapman deydi. Farqini tushuntirib qo'ymoqchiman shu efirdan foydalanib. Bu 8-9 kunda undirilgan qora sedana. Hali aytganimizdek 20 dan 40 barobargacha oddiy sedana urug'idan keyin foydaliroq. Saraton kasallariga foydali bu. Buni Turkiyaga hozirgi kunda eksport qilyapmiz. Aynan mana shu holatda hozir sal yana 2 kundan keyin, sal o'sgandan keyin buni tagi agravataga ekilgan. Mana kamerachi yaqinroq kelsalar ko'rsalar bo'ladi. Agravataga ekilgan, mana tagin tozaligini ko'rayotgan bo'lsanglar. Turpoq emas. Bu agravata. Shunaqa bir paxtaga o'xshagan narsa bo'ladi. Nima uchun ekiladi? Bu ildizi bilan olish uchun. Keyin buni bemalol ildizi bilan foydalansa bo'ladi. Olsak bo'ladi. Mana ko'rsataman. Ildizi bilan olib mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday holatda olib, shunday holatda quritiladi bu ildizi bilan birgalikda. Keyin kapsula qilinadi yoki parashok qilinadi. Bunda omega 3, omega 6, omega 9 moddalari bor. Juda ham zo'r produkt. O'zbekistonda bunaqasi yo'q hech kimda hali. Maqtanib ham qo'yaylik. Tushunarli. Deb ko'rsangiz bo'ladi. Mazasi e'tibor bersangiz yumshoq. Haligi qora sedanani ko'pchilik yosh bolalar yeya olmaydi, achchiq deydi. Achchiq deydi. Bunda yumshoqqina bu. Birinchi achchiqlik mumkin, keyin yumshab ketadi. Ko'kat holatida. Haqiqatan ta'mi juda yoqimli. Yaqin kunlarda shuni ishtirokida har xil yangi produktlar qilganmiz. Ularni ham taqdim qilamiz. Xudo xolasa. Kuzatuvchilar davom eting kuzatishda, xudo xolasa. Bundan ham zo'r yangilik olib sizni kutyapmiz.